Tushimda Alloh bilan gaplashdim. Undan so'radim: nega yomon narsalar doim yaxshi insonlarning boshiga keladi? Alloh qalbimga shuni ilhom qildi. Eng kuchli daraxtlar ham eng kuchli shamollar bilan sinaladi. Har imtihon seni yanayam sabrli, yanayam kuchli qiladi. Yana so'radim: nega o'zimni bunchalik yolg'iz his qilyapman? Alloh qalbimga dediki, meni ko'rolmasliging yoningda emasman degani emas. Senga shoh tomiringdan ham yaqinroqman. Jimlikda ham sen bilanman. Men yana so'radim: har narsa bir kun yaxshilanadimi? Meni taqdir qilgan vaqtim ham seniki emas. Sabr qil. Har qiyinchilik ortidan bir yengillik keladi. Shamollar tugaydi, quyosh yangidan chiqadi. Qo'rqib so'radim: bu yuklarni ko'tara olmasam-chi? Alloh qalbimga huzur berdi. Alloh hech kimga kuchi yetmaydigan yuk bermaydi. Sen zaif bo'lganingda kuchni beradigan menman. Ko'z yoshlarim bilan pichirladim. Gunohlarim